Nazlı, ihtibarlı, şiber, güzel, kayber vakitini kuysiz xатын kızlar. Barıгызны da 8 mart bilen təbrik edim. Nihayet bizning kun kelib jetdi, ham bu kunni biz biraz gına kuysiz de bula alamiz. Lakin bari bu kunligini bir söz bilan aytganda, barimizni da xalqaro xotin qizlar kuni bilan. Endi bir-birimizni bayram bilan qutlashdik. Hozir show biz topshiruvni boshlab jibarada olamiz. Bugungi topshiruvda Landash Nigmatjanova 3-tapqir ani bo'lgan. Jirshi ilgari 2-tapqir ati bo'lgan. Ular orasida nindidir o'rtaqlik bormi? Linar Yashin xastaxonaga aylakkan. Gulnaz Serayeva o'zining eng og'ir sirini osha. Ham yoz tulishin eng birinchilardan bo'lib qo'ya tuyirga bo'la. Linar Yashin so'nggi orada bu ism familiya shoxti populyarlashib ketdi. Qizlar uni yorata, hatto ismin kesib tanlarini yozalar. Ham sotsial filtrda shul ravishli unga muhabbat anglatalar. Jirlarini hislanib tinglaylar. Qisqasi bir so'z bilan aytganda, Linar Yashin issi turkumining tarixini qabatlaydi. Lekin shu kunlarda fanatlarning da Linar Yashinning o'zining da kayfi shoxti tushgan. Xatirlasangiz, bir necha topshiruv ilk Ezgi Vali diskotekasida reportaj yasaganda biz Linarning ko'zlari yashlanuvi ham yuzi shoxti qizaruvuna e'tibor etgan edik. Vaqtda esa ul kunni Linar diskotekada yuqori temperaturali kelish chiqish yasagan. Ezgi Vali diskotekasi eng masshtabli diskoteka xaminani birinchilikda qoldira olmadim deb сөйләйче o'zi. Sahnaga chiqib kirgan, ammo lekin sahnadan so'ng ul obisining uyine qaytib yig'ilgan. Ham yurgan ostida oshiqish yordamini kutgan. Linar Yashin ukollardan bek qo'rqa ekan, lekin qo'rqsa da hozir endi ulardan boshqa bo'lmaydi. Hozirgi kunda jirshi sistemalar ham endi hali shoxta yaxshirgan.